40 gunoh kabiraning nomi xotinning eriga itoatsizlik qilishi deb ataladi. Xotinlaringizning itoatsizligidan qo'rqsangiz, avvalo ularga pand nasihat qilinglar, so'ng, ya'ni nasihatlaring kor qilmasa ularni yotoqlarda tark qilingiz. Ular bilan bir joyda yotmang, yaqinlashmang. So'ngra, ya'ni shunda ham sizlarga bo'yin sunmasalar, uringlar. Ammo sizlarga itoat qilsalar, ularga qarshi boshqa yo'l axtarmanglar. Albatta Alloh eng yuksak va buyuk bo'lgan zotdir. Niso surasi 34-oyat. Vohiriy radhiyallohu anhu aytganlarki, bu oyatdagi itoatsizlikdan murod erga osiylik qilish, ya'ni takabburlik bilan erining buyruqlariga xilof ish yuritishdir. Ato radhiyallohu anhu aytganlar, u ya'ni itoatsizlik eri uchun o'ziga oro bermaslik, xushbo'ylik sepmaslik, o'zi bilan huzurlanishiga yo'l qo'ymaslik va ilgarigi mo'telik holati o'zgarib qolishidir. Unday xotinlarga Alloh kitobi ila pand nasihat qilinglar. Alloh ularga buyurgan ishlarni eslatinglar. Ularni yotoqlarda tark qilingiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu u to'shakda xotiniga orqasini o'girib gapirmay yotishdir degan bo'lsalar, Sha'biy va mujohidlar u xotini bilan bir joyda yotmaslik, yaqinlashmaslik deyishgan. Ularni uringlar, ya'ni qattiq biron a'zosiga jarohat yetkazadigan qilib emas, bilaks sekin uringlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu odob berish uchun kafti bilan ko'ksiga turtish kabi deganlar. Xotinining itoatsizligini ushbu oyatda zikr qilinganiday Alloh izn bergan suratda tuzatishi, bartaraf etishi lozim. Agar sizlarga talab qilgan narsalaringizga itoat qilsalar, ularga qarshi boshqa yo'l axtarmanglar. Payg'ambar alayhisalom aytganlar, xotinini to'shagiga chorlagan vaqtda xotini kelmasa va eri undan norozi bo'lib tunasa, to tong otguncha farishtalar u ayolni la'natlaydilar. Muttafaqun alayh. Boshqa bir rivoyatda jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qaysi bir kishi xotinini to'shagiga chorlasa-yu, xotini bosh tortsa, to eri undan rozi bo'lmaguncha osmondagi zot undan norozi bo'ladi deyilgan. Muttafaqun alayh. Yana bir rivoyatda esa, agar ayol erining to'shagini tark etgan holda tunaydigan bo'lsa, to tong otguncha farishtalar u ayolni la'natlaydilar deyilgan. Buxoriy, Muslim va Nasoiy rivoyati.